O'zbekiston 2022-2025 yillar oralig'ida bu yerga Rossiya va Ukraina kabi mamlakatlardan yuz minglab odamlar ko'chib keldi. Ko'pchiligi shu yerda qolishga qaror qildi. Nega aynan O'zbekistonni tanlashgani, qanday qiyinchiliklarga uchragani va ko'chish qanday o'tganini bilish uchun biz turli insonlar bilan suhbatlashdik hamda iliq va og'ir kechinmalarni tingladik. Shuningdek, bu yerga boshpanasiz va pulsiz kelib qolgan 15 nafar relakantni o'z uyidan qo'nim topishiga yordam bergan mahalliy yashovchi ham filmimiz qahramoniga aylandi. Bu film siyosat haqida emas, odamlar to'g'risida. Boshqa mamlakatga ko'chishdek og'ir qarorni qabul qilgan insonlar to'g'risida va ularni bu yerda kutib olib, qiyin damda yordam qo'lini cho'zgan insonlar haqida. Hozir siz tomosha qiladigan filmda ikkita oddiy vazifa ko'zda tutilgan. Birinchidan, O'zbekiston haqida shakllanib qolgan barcha yolg'on qarashlarni yo'qqa chiqarish. Ikkinchidan esa ular uchun mutlaqo begona bo'lgan mamlakat qanday qilib yangi uyga aylana olganini ko'rsatish.